So'qoq qishlog'ida sentrida joylashgan 300 metrgina kirasiz ichkariga sotilayotgan bitta yerimiz bor bu yerda. Chista jiloy qilingan, dokument hech qanaqa muammosi yo'q. Uy egasi bilan gaplashib, hammasini ko'yniga qo'l solib kelishdik. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, bu yerda oxirida tushuntirib o'taman. Bitta like bosib, jo'natib qo'yasizlar shu yer qidirayotgan odamlarga. Bu yerda hosildor gloslari bor. Gloslari 12-13 tub glosi bor, 3-4 tub olma, hammasi bor joy-joyida. Endi bu yerda sotilayotgan yerimiz bo'lingan. Bo'linganligi mana bu zabor devordan o'tiladi. 11 sotuv. Endi 11 sotuv qanaqa narxlarga keladigan bo'lsa, bu yerda yon atroflarda surishtirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Sotilayotgan yerlar 7,5, 8, 9 shunaqa. Endi bular bilan kelishib, gaplashildi hammasi. 8 mingdan bo'lsa sotig'ini beraman deyaptilar. Yana kelishadigan joy bo'ladi. Ozgina endi o'sha qo'l tashashib, aka desangiz, u yoqqa o'tib beriladi. Faqatgina telefon qilib, ana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar, o'zimiz ko'rsata olamiz bemalol, любой payt. Nima qilasiz bu yerda? Shu agar xolasangiz, mana bu uy ham bor. Yashaydigan bo'ladigan bo'lsa, yoniga shunday qo'shib borsa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa, biznesmen akalar bo'lsa, ularga jo'natib qo'yasiz va choyxonami, nima qilsa bu yerda asnonon choyxona. Mana bu shunday tog' bor, tog'i shunday bag'rida. Havosi ham daj yozda o'tiradigan bo'lsangiz ham qalin kurtkalar bilan o'tirish kerak. Bo'lmasa shamollab qolish mumkin-da. Shuning uchun tezroq ulgurib qolinglar. Telefon qilib bosaveradigan joyi.